Bugungi jumaning xutbasining mavzusi shirk haqida va uning qismlari. Shirk lug'at ma'nosida bir odamga bir ish to'g'risida shirkchilik qilganni shirk deydi. Shirkatlar masalan o'rtaq ish qiladi. Bir ishni qilmoqchi bo'lsa. Endi dinimizda, shariatda nima degan gap deganda huwa ittihad sharik aw nid ma'a Alloh jalla va ula fi rububiyya aw fil ibada aw fil asma' va sifat. Mana dinimizda bo'lsa sharik degan Alloh bilan qo'shib chaqirish boshqa bir insonni yoki boshqa bir narsani Allohga duo qilgan vaqtimizning o'zida, Allohga ibodat qilgan vaqtimizning o'zida va Allohningki ism sifatlari buningda Allohningki osmon zaminniki egasi ekanligi to'g'risida Allohga bir narsani Allohga chaplash, Allohning shirki va deyish. Bu bizning dinimizdagi shirk ma'nosi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Allohga shirik keltirmanglar. Allohga duo qilgan vaqtinglarda boshqa bir narsani qo'shib chaqirmanglar. Va buni sizlar bilib turasizlar. Allohningki shirki yo'q ekanligini bilib turib, ya'ni shirik qilasizlar. Yana bir oyatda shunday deydi: "Va ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar." Sura İbrahim'de 30-oyat. İbrahim aleyhisselam şu vaqtda otasini va shu jamoatni bu butga ibodat qilmanglar, bundan hech bir foyda kelmaydi deb da'vat qilsa-mu, uning vaqtning o'zida Alloh subhanahu va taolo ular Allohga shirik keltirdi. Shayt kishilarni saq yo'ldan ozdirish uchun, kishilarni qarshilik qilish uchun Allohga shirik keltirib, butlarni qo'yib edib, mushu bo'yicha elib bo'lamiz dinimizni deb shunday qilib oldi. Alloh subhanahu va taolo İbrahim alayhisalom degin. Buni qilsanglar xato. Allohning shiriki yo'q. Ammo shuni birlik qilib qo'yginki, tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Sizlar mushu dunyoda bahramon bo'linglar. Mushunda turmush kechiranglar. Mushunda ibodat qilinglar, ammo sizning boradigan joyinglar qayer? O't, do'zax. Boshqa yerga borolmaysizlar, do'zaxga borasizlar. Deb Alloh subhanahu va taolo mana bizga Qur'oni Karimda buni uqtirib o'tdi va payg'ambarimizning hadisida ham shunday deydi: "Man mata va huwa yad'u min dunillah." Bir kishi Allohning g'ayridan madad tilab qilib, g'ayriga ibodat qilib, Allohga shirik keltirgan holda o'lib ketib qolsa, u kishi do'zaxga kirib ketdi deydi. Mana Allohga shirik keltirgandan keyin oqibatininki do'zax bo'ladiganligini Qur'oni Karimda va payg'ambarimizning hadisida bizga tushuntirib o'tdi. وقد دل نصوص الكتاب والسنة على أن الشرك والتنديد تارة يكون مخرجا من الملة وتارة لا يكون مخرجا من الملة، ولذا اصطلح العلماء على تقسيمه إلى قسمين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. Mana ulamolarimiz shirik haqida so'zlab, shirikni ba'zi shiriklar iymondan chiqaradi. O inson kafir bo'lib ketadi. Ba'zi shiriklar iymondan chiqmaydi deb ikki qismga bo'lgan. Birisi cho'ng shirik,
Yana birisi kichik shirik. Endi cho'ng shirik deganimiz qaysi deganda bu huwa ay yasrifa li ghayrillahi ma huwa muhid. Yani halis hakkullahi min rububiyyatihi ve uluhiyyatihi ve esma'i ve sıfatihi. Allah'a Allah'ın hakkı olgan. Fakatlam Allah'a layık olgan işlerine şirk ettiriş. Mesela asman zeminin iyisi Allah. Asman zeminini yürütücü. Asman zemindeki mahlukatlığa rızık bergici. Ve yağmur yağdırıcı. Күннің қайдан шығып, қандай шығып, қандай оқтырдығанлығы, қашан шығып, қашан оқтырдығанлығы, айныңки, жұлдызларыңки. Bu işlerin hemmesi geçiyor Allah Subhanahu ve Teala ege. O yüzü yalnız yürütüdü. Bana bu anga şirk yaptıysa o müşrik olur. O dinden acıraydı. Bana Allah Subhanahu ve Teala'nın ki şu işte de yardımcısı var. Dep kalsa. Aşına itikat kılsa. Ve biz ibadet kılgan vaktimizden yüzüde. Allah'a fakat Allah'a ibadet kılmay, başka bir nersini mesela budnu koyuverip, bu ne ki duayımni, ibadetimni Allah'a yetkizdi deb bu itiqad bilan budluğa ibadet qilish, bu narsalar ham o insonni dindan chiqarib tashlaydi. Ya'ni iymondan chiqadi. Va ism sifatlarida ham Alloh subhanahu va taolo rizq berguchi. Rizqni faqat Allohni beradi deymiz. Bunun hiç şirki yok. Başka bir adam yardım kılanmaydı. Berip bir murid yoki kahin deymiz. Yoki bir sehrgar. Buni qishqib berib, mening rizqimniki ko'ng qilishiga, bana bir duo qilib qo'ysalar, yoki menga bir yordam qilsalar degandek, mushundoq e'tiqodda shunday kishilarni qishqib berish ham Allohga shirk keltirganlik. Allohning sifatida shirk keltirganlik bo'ladi. Mana bu ham iymondan chiqaradi. كشرك العبادة الأوثان والأصنام وعبادة القبور والأموات والغائبين. Biz bana yukarı degende şirkninki çoğun şirkler bolsa, yani aşkara şirkler bolsa kişiler butlarını koyuverip butның aldıda onu iyaga kan boğazlaydigan, onunla dua kıladigan, onu islab, onu teberrük kıladigan, bunu zahiren kişiler görüp duradigan bir aşkara bir iş. Yani bu o kafir oldu deydi. O müşrik oldu. İmandan ajredi. Evthan suretsiz. Mesela bir taşından koyup ettim. Bu teberrüktir. Esnam degan sureti var. Mesela onunki kallesi var, gözlerini, onun o'xshatib, quloqlarini degandek, bu shunday qilib olgan, buni but yani bizning tilimizda bunu asnam deyiladi ekan. Va qabrlarga berib, mashayiqlarningki cho'ng burun ulab ketgan isl odamdi, bu taqvo odamdi deb qabrisiga berib, qabrini silash, qabrga berib, qabrga duo, qabridan bir narsa tilash. Bu ham insonni iymondan ajratadigan gap. Yoki o'liklar. Qanday o'liklar bo'lsin, o'liklardan madad talab qilish, o'liklardan duo talab qilish. Yoki yo'qolib ketgan kishilardan uningdan ham madad talab qilish. Mana bu narsalar bo'lsa, oshkora kishilarningki hozirgi vaqtda har xil firqalarga kirib olib, mana bu narsalarningki o'lja olib ketganligi va bu narsalar bilan shug'ullangan, bu narsalarga e'tiqod qilgan odamlarningki mushrik ekanligini mana bu yerdan bilib olamiz. وتارة يكون خفيا كالشرك المتوكلين على غير الله من الآلهة المختلفة أو كالشرك وكفر المنافقين فإنهم وإن كان شركهم أكبر يخرج من الملة ويخرج صاحبه في النار إلا أنه شرك خفي لأنهم يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والشرك فهم مشركون في الباطن دون الظاهر. Şirk hem zahir olmasından mahfi halde boladı ekan. Mesela münafıklar. Münafıklar
musulmonning orasiga kirib olib, zohirida uni biz musulmon deb tushunamiz. Ammo uning qalbi, uning dili, uningki haqiqiy maqsadi bo'lsa, u shaytonga ibodat qilayotgan. U islomga, ya'ni Allohga ishonmagan. U yoki bir xoin, dinninki ziyoniga harakat qilayotgan yoki millatninki ziyoniga harakat qilayotgan. Mana shunga o'xshagan munofiqlarninki ham zohirda u masjidga kelib namoz o'qigandek qilgan bilan zohirda u yurish turishi musulmondan tug'an bilan uning haqiqati mana shunday bo'lsa u mushrik deb ataydi. U ham iymondan chiqishidir. Shirk yani e'tiqodda shirk ve insonninki sharikatlarida ham shirk bo'lib deydi. Mesela şirk-ül i'tiqad. Kama anna hada şirk taratan yakunu fil i'tiqad كاعتقاد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو ينتصر في هذا الكون مع الله تعالى. Biz yuqorida deb o'tgandek e'tiqodda ana Alloh bilan Alloh yordam qiladigan ba'zi cho'ng olimlar yoki cho'ng bir shayxlar, mashoyixlar bir ishlarni qila oladigan yoki boshqa payg'ambarlar, ya'ni Allohdan boshqa bir maxluqotninki yağmur yağdıra alaydigan yoki shamol chiqara alaydigan kishilarni kasal qila alaydigan, o'ldira alaydigan degandek mushundoq narsaga ishonish, bu ham insonning e'tiqodidagi sharik deydi. Buni insonlar bilib bilmay mushunga e'tiqod qilib qolsa bu sharik deydi qarindoshlar. Aw shirk billah fil mahabbah va ta'zim bi ay yuhibbu makhluqan kama yuhibbullahu فهذا من الشرك الذي لا يغفر الله وهو الشرك الذي قال الله فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Mana yaxshi kurash. Bir insonni bo'lsin, ya'ni Allohdan boshqa qanday bir narsani bo'lsin, Alloh bilan barobar yaxshi kurash yoki Allohdan yuqori yaxshi kurash. Bu ham qanday bo'ladi ekan? U e'tiqoddagi sharik bo'ladi ekan. Ya'ni u kishi o'zi bilib bilmay mushriklik holatida yashagan bo'ladi ekan. Bu eng yomoni deydi. Buni Alloh subhanahu va taolo hargiz kuchamaydi deydi. Shunga yaxshi kurashda ota-onangiz bo'lsin, mayli balavoqlaringiz, pul mollaringiz, ya'ni hatto o'zingiz, yani Allah'tan başka her qanday bir narsani Allah'ni yaxshi kurashda, onu Allah'ni yaxshi kurashdan o'tkazvasangiz, yani Allah bilan yaxshi kurashni teng qilib qo'ysangiz, o vaqtning o'zida mushrik bo'lgan bo'ladi. Allah subhanahu va taolo mana bu oyatda, Sura Baqara 165-oyatda kishilarki Allohdan boshqani yaxshi ko'rib ketadi va shuning bilan Allah'ni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rib qoladi deydi. Ular u kishi sharikat tugan bo'ladi deydi Allohga. Yana e'tiqodda أول اعتقاد أن هناك من يعلم الغيب مع الله هذا يكثر لديه بعد الفرق المنحرفة كالرافضة والغلاة الصوفية والباطنية عموما، حيث يعتقد الرافضة في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب، وكذلك يعتقد الباطنية والصوفية في أوليائهم نحو ذلك. Biz yuqorida deganda qarindoshlarım, mana boshqa firqalar, ya'ni Şiyalar, Sufilar, Batiniya, Rafiziya degan mushunda firqalarga kirib olgan kishilar qanday e'tiqod qiladi desa, ular bizning imomlarimiz deydi. Bizning mashoyixlarimiz bir ishni qila oladi. Bir kasallikni saqayta oladi yoki uni qag'ab o'ltirib olaydi
yoki uning ziyoyat go'zallaydi. Ular bizlarga qiyomat kunida shafaat qila oladi degandek mushunda har xil odamningki aqliga sig'maydigan, dinimizga sig'maydigan mushundaq e'tiqodini qilib deydi. Bular ham e'tiqoddagi ezib ketgan mushriklar deydi qarindoshlar. Bir musulmon cho'qim buni bilib olishi shart. Shunga ibodat qildim deblam haqiqiy tavhidni, ibodatni kimga qiladiganligini, kimga yo'linadiganligini bilmay ibodat qilib qolsa, mana bularning qatoriga kirib ketib qoladigan gap. Falon edi bir odam bir ishni qilib o'tibdi. O ashnaga berib bir ish qildiray. Ya'ni bir kasalni saqayib o'tibdi bir duo qilib. Yoki bir ish qiliblar, bir karomatini ko'rsatib o'tibdi. Deb ashnaga shuni qila olasizmi? Shuni ishonsangiz, o vaqtning o'zida-ku, Allohga sharik qilgan bo'lasiz. Yoki Allohning diniga chaqchaq qilish, Allohning dinini masxara qilish. Va kaman istihza bid-din aw مثل الله بخلقه أو أثبت مع الله خالقا أو رزاقا أو مدبرا فهذا كله من الشرك الأكبر والذنب العظيم الذي لا يغفره. معنى الله سبحانه وتعالى نki dini Allah subhanahu wa ta'ala onun dinini, onun peygamberini şunun bilen Müslümanlar hem Kur'an-ı Kerim Allah'ın peygamberinin sünnetlerini Müslüman hemiz şunun içi gördü. Bunu meskhara kılgan bundaq insanlar üçün Allah subhanahu wa ta'ala hem ularning günahını mağfiret kılmaydı. Ular hem Allah'a şirk ettigen oldu deydi. Hem de insanın fil şirketlerindeki şirk deydi. Şirkul af'al. Tarihte yekunu fil af'al kemen yezbehu ev yusalli ev yescud li gayrillah. Ve tuhric fa'iluha min milletil İslam. Nes'alullaha affe vel afiye. Mana insonninki sharikatlardagi shirikchilik desa qo'y bo'g'azlash. Allohninki g'ayri uchun yoki Allohning g'ayriga sajda qilish. Mana qabrga berib sajda qiladigan ishlar bor. Allohning g'ayridan bir narsani tilash. Mana bu narsa insonni islomdan chiqarib tashlaydi deydi. Uningda iymon bo'lmaydi deydi. Şuna Müslüman nahayeti sergek kılgan ibadetleri de nahayeti sergek oluş gerek. Şimdi şirk, çoğu şirk bırakır tüketti.